Assalomu alaykum, hurmatli kanalim muxlislari, yana sizlar bilan qabulimdan jonli lavhalar ulashda davom etaman. Opajon, xush kelibsiz. Nima shikoyat bilan keldingiz? Assalomu alaykum. Mana birinchi shikoyatim shu keyingi paytlarda dorilarni ko'p qabul qilganim uchun ichki ketish holatlarim, qo'llarimda og'riq, boshimda kuchli bosim, davleniya, qo'l oyoqlarimda og'riq, keyin nafas qilishlarim. Men o'ylagandim bronxial astmam bor deb. O'sha gepatitga moyillik nimalarim ko'proq chiqib o'tiruvdi. Mana Gulbahor Sattorovaning tabiiy davolash nimalari bilan Zaytun Medga keldim. Mana shu yerda hozir tabiiy davolandim. 1 oy muddatda dieta qildim. Hozirgi paytda hech narsa meni bezovta qilmayotibdi desam, ishoninglar, hech narsa bezovta qilmayapti. Hammasi joyiga tushyapti. Xudoga, Allohga ming qatla shukr. Gulbahor opaga ham kattakon rahmat, ishlariga omad, charchamasinlar. Nafas siqib xirillardingiz nima bo'lyapti? Hozir nafas siqishimni sezmayapman. Sezmayapsiz-a? O'zingiz kayfiyatlaringiz ham yaxshi. Ichingiz qanaqa bo'lib qolmayaptimi? Ichim o'tyapti deb. Ichim normada hozir. Hech qanday shikoyatim yo'q. Bemor birinchi kelganda mana ichini dam bo'lishi, gepatit, bronxial astma, ya'ni nafas qisishi, ichini tez o'tishi, siydikdagi o'zgarishlar bilan kelgan disbakterioz tashxisi bilan tahlillar qildirdim. Mana azizlar tahlillari. Bu 1 oydan keyingi tahlillaringiz. Mana bunga e'tibor beringlar. Mana autoimmuni bor. Vitamin B9 ko'ryapsizlarmi? Juda ham baland. Nima uchun? Bu ichakdagi patogen mikroflora hisobiga. Limfositlar ko'ringlar. Mana axlat tahlilingiz hali chiqmadi. Azizlar, ovqatlanishingizda nimalarga e'tibor berdingiz? Nimalar buyurdim, opajon? Bez gluten, bez sahar, bez nima? Kazein, qiyin bo'lmadimi? Yo'q, eplasa bo'lar ekanmi? Eplasa bo'ladi. Uyqularingiz yaxshimi? O'zingizni kayfiyatlaringiz har qalay quvvatingiz nisbatan yaxshimi? Quvvatlandim, lekin quvvatlandim. Qora terga botib yurardim, ozgina harakat qilsam, ular qolib ketdi. Mashalloh, Alloh shifo bergan. Rozi bo'lsin. Ilohim sog' bo'ling doim. Salomat bo'lib turing, siz baxtimiz. Xo'p. Azizlar, sizlarda ham shu va shunga o'xshagan muammolar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin.